Assalomu alaykum. Hurmatli gul shaydolari, mana yangi gullarimiz keldi. Mana yana o'z egalariga ketyapti. Mana avqariya archa degan narsamiz kelgan mana. Xonani tozalashga, kislorodga boy. Mana opam ham go'zallaridan olyapti. Mana yoshartirgani, xonalarning sharoitlarini nihoyatda zo'r qilib. Xo'p, yana gullarimiz obzorini boshladik mana. Kameliyalarni mana katta kichik hammasidan kelgan. Mana bir qator yana ko'rsatib o'tay, obzor qilib. Mana kameliyalarimiz nihoyatda go'zal holatda keldi. Mana mana yurakli mana ko'felarimiz nihoyatda chiroyli holatda. Hop. Bularni ham bir qator obzor qilamiz hozir. Bir qator kelgan yuklarimizni sizlarga ko'rsataylik. Onaxonlar ko'rib maza qilsin. Bardalar ochilib deydi-yu. Mana bansak. Mana nihoyatda zo'r kelibdi. Ofislarga, nihoyatda darvozaxonalarga chiroyli turadigan zallarda. Gullarimizdan bittasi. Kameliyaning mana kichiklari ekan mana. Bular 200 ming so'mdan ekan mana. Sagoy palma degan narsa mana. Nihoyatda zo'r keldi. Ammo men bor uzr. Narxlarini ayta olmayman chunki addenniy lichkamizda bor. Bu narxida juda ko'p gullar. Bittadan tanishtirgunimizcha adashib ham qolamiz, to'g'risi. O'rtacha bular 300 ming so'mlik sikaslar chamamda. Sifat guli mana ayol baxti degan gulimiz mana gigant sorti. 350 ming so'mdan mana bo'ylari 1,5 metr, 1,30. Mana nihoyatda zo'r kelibdi. Bu ham bir qator ana qilib qo'yamiz. Mana plush degan gulimiz ham kelibdi. Mana mana yana yangiliklardan biri. Pastga cho'zilib tushadigan, yurakka o'xshaydigan gullarimiz. Mana mana kaktusimiz bor ekan. 3 tasi bitta olib ekilgan, nihoyatda zo'r. 80 ming so'mlik. Ancha-muncha bilgan narxlarimni aytyapman. Bilmaganlarimdan men bor uzr so'rayman. Mana sikaslar nihoyatda zo'r. To'ngalari katta. 600 ming so'mdan ekan mana o'rtalar. Mana holati. Nihoyatda chiroyli, to'ngalari zo'r holatda kelibdi. Hop, Drasena degan gullarimiz kelibdi mana. Nihoyatda zo'r. Limonnik ham bor ekan mana, limonnik. Yangiliklarimizdan biri. Mana Dekko akalarimiz shu yerda. Meni ol degan gullar shu yerda ekan mana. Men yoshartiraman hammani deb. Azali degan gullarimiz mana sovuq urmaydigan. Nihoyatda zo'r. Qishda qorda ham shunday bo'lib ochilar ekan. Mana tepasi qip-qizil bo'lib, lolan singari lovullab ketar ekan. Azali degan gullarimiz. Bular 100 ming so'mdan. Mana bambularimiz kelgan, mana stochnik. Kimga kerak bo'lsa ayta olasizlar mana. Bunali akvarillarga ham tashab qo'yapti, balad ichlariga, suvlarga tashab qo'ysa ham nihoyatda zo'r, chiroyli bo'lib turadigan ko'rkam narsa. Mana ayol baxtini mana bunaqa idishliklari ham kelibdi mana. Sifat pilum deyiladi. 100 ming so'mdan ekan mana. Qora baxtligi nihoyatda zo'r. Endi bu tomonaga o'tamiz. Mana Hamidariya degan palmalarimiz. Sagoy palmamiz ham nihoyatda zo'r kelibdi mana. 150 ming so'mdan nihoyatda zo'r ekan bu ham. Mana kaktuslarimiz mana nihoyatda zo'r holatda kelibdi, rang-barang. Bularimiz 45 ming so'm ekan mana. Ko'p yillik Aglanema degan gullarimiz mana. Nihoyatda zo'r holatda kelibdi. Makalateya Leo degan gullarimiz mana. Bular 130 ming so'mdan. Bo'yi 1,5 metrlik ekan. Nihoyatda chiroyli kelibdi kalateyalar. Bularni uylarga qo'yib qo'ysa, uy sharoitida doddek izvoratda. Uylarni nihoyatda farishtalik qilib. Mana Gusmani degan gulimiz, guli bakka aylanib ketadigan
Nihoyatda zo'r holatda kelibdi. Zamiya kulkas degan gulimiz mana. Ko'p ayollarimiz yangi dollar deb qo'yishadi, dollar gul deyishyapti. Asli buni ati Zamiya kulkas. Bu ham mana 60 santimetrlik, quflari zo'r, bo'lsa bo'ladigan. Nihoyatda zo'r gul ekan. Mana gartenziyalarimiz. Nihoyatda zo'r holatda kelibdi. Gartenziyalarimiz ham sovuq urmaydi. Ponni огородga eksa ham bo'ladi. Salqin joylarga nihoyatda chiroyli chiqadigan gul. Uylarga, landshatlarga rassa ko'p oladigan gul. Mana xo'yalarimiz. Bularni ham mana landshatlarga nihoyatda zo'r chiqadi. Xo'ya degan gullarimiz bular. Hop. Mana bu yerda yana bitta yangi gullarimizdan kofe darag'i. Mana. Baki искусственный palma anaqaga o'xshaydi. Mana nihoyatda zo'r. Xonani tozalaydigan, kislorodga boy, yaxshi kofelarimizdan bittasi. Hozir O'zbekistonda trendda shu. Mana ma'da zolotoy ribka degan gulimiz ham ketdi. 650. Allohning mo'jizasini qaranglar. Allohning mo'jizasini. Baliq qanday bo'lsa, xuddi shunday holatda ochilar ekan. Zolotoy ribka deyiladi. Oltin balo degan gul mana. Buni ashi gullagani og'zini ochib turar ekan mana baliqqa o'xshab. Bular mana 75 ming so'mdan. Mana ma'da klive degan gulimiz kelibdi yana. Klive ham guli 2 oy turaveradi. Nihoyatda zo'r. Hop. 160. Ular sotilgan menimcha. Klive degan gullarimiz. Hop, mana ma'da antiyurum degan gullarimiz bor. Mana guli 1 yil turadi. 75 ming so'mdan mana. Gullarni arzon qo'yardik mana. Kimga kerak bo'lsa, aytaverasizlar. 100 ming so'mdan vreziyalarimiz bor mana. Nihoyatda zo'r. Chiroyli holatda kelibdi. Bunisi 90 ming so'mlik aka. Mana aglaneymani oq ekan mana. Bundan yo'g'a boshqa arzon. Leo. Aglaneymani Leo degan sortda. O'g'rigan ashini. Bitta karobka kamayadi. Bu ham 100 ming so'mdan kelgan. Bir karobkami? Hop hop. Ha? Yo'q, sonini yozmasa. Aglaneymani holatini ko'rsatyapman mana sizlarga. Nihoyatda zo'r holatda keldi. Chiroyli holatda. Mana sikasimiz ochilgan holatda. Sagoviy palma deyiladi. Bular 650 ming so'mdan mana. Bir paytlar 100 dollar, 150 dollar olardi. Bular narxini tushirib oldik. Hop, yana bir yangiliklarimizdan biri. Bularni ham ko'rsataman. Mana Drasena degan gul. Mana. Darvozaxonalarda nihoyatda chiroyli turadigan gullarimiz. Sizlar qo'llab tursanglar, hojonalar xudo xolasa mana shunaqa yangi gullardan ko'rsatamiz. Ana tipisam bo'sh qoldi, yerim bo'sh qoldi deganlarga mana ma'da ko'chatlarimiz bor mana. Maxsus kelgan. Chiroyli qilib yerlarga ekib olsanglar, mazza qilib mana pulni yurishtiradigan, xonadonga baraka olib kelib turadigan toza gullardan biri. Mana qora shahzodaning mana ko'chatlari. Detkalari. Buni tiplisalarga ekiladi, 1 yil baqilib parvarish qilinsa, ancha katta bo'ladi. Daromadga daromad qo'shiladigan gullardan biri bu ham. Hop. Endi qaysi tarafimiz qoldi? Hop, mana bu tomonga qarab yuramiz ekan. Duo qilib tursanglar bo'ldi. Xudo xolasa inshaalloh qo'llab tursanglar hamma yo'lda yoritib boraveramiz. Mana bu Sanseveriya deyiladi. Tuvagidan mana to'lib toshyapti. 5 ta 6 ta tuvakka bo'lsa bo'laveradi. Buni narxi 90 ming so'm. Kislorodga boy, u ham dunyoda birinchi o'rinda turar ekan. Kislorod tozalash bo'yicha shu gulimiz ham, Sanseveriyamiz ham nihoyatda zo'r ekan. Hop. Antiyurumni mana lolalik sortlari. Mana antiyurumlarga keldik, navbat. Mana bunisi lolalik sorti deyiladi. Guli 1 yilga davr ochilib turadi. Bo'yi 60 cm. Yangi sort, mana yaqinlashtirib ko'rsataman.
sovg'aga, onaxonlarga tabriklagani, anaqa yulma guldan ko'ra mana ularda sovg'a qilinsa, onaxonlar eslab turadi-da. Bollari bunaqalari bersa, mana gigant sortlari. 150 ming so'mdan ekan bular. 140 ming so'mdan qilib beramiz ekan. 10 mingdan bu ham narx tushibdi. Xo'p. Hormanglar bollar. Mana mana Klion degan Krasniy Klion degan gulimiz bor. Mana. Nihoyatda zo'r, qip-qizil bo'lib turadi, qondi singari bo'lib. Agrotlarga kelsa, bular nihoyatda turadigan dekorativniy mana tashqari gullari. Olmaylar bollar. Mana Pahira degan gulimiz bor ekan, mana 750 ming so'mdan. Bambugiz bittasini ochib bera olasizmi-ku? Butun O'zbekiston ko'rib maza qilsin, bahridil ochilsa onaxonlarda yoshartirishga chiroyli gullardan mana. Biri yana bitta bambuk degan gulimiz. Mana suynerga o'xshaydi. Nihoyatda zo'r ekan. Alloh rozi bo'lsin. Gulchilar qo'li dard ko'rmasin. Nihoyatda zo'r ekan mana. 150 ming so'm ekan buni narxi. Mana yana bitta osilma gulimiz bor ekan, osilsa gul deyiladi mana. To'g'risi buni nomini bilmayman, atini. Sog'obob, chiroyli narsa ekan bu ham, interesli narsa ekan. Gardenia degan gulimiz bor ekan mana. Hidi nihoyatda uyni tutib ketadigan tuvadi gullardan biri bu ham. Nihoyatda zo'r gul. Mana xo'sta degan gullarimiz kelibdi mana. Xo'stalarida ham sovuq urmaydi. Uylarda nihoyatda go'zal holatda turadigan gullardan biri. Xo'p, ko'pchilik nomerimizni, adresimizni so'rayapti. Andijon shahar, Yangi bozorda turamiz. Asli nomerlarimiz 99lik 140 88 41. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Bitesdan chiqarib yuboramiz. Shunday gullarda olasizlar. Mana gulimizni ham mana ko'rsatib qo'yay. Nihoyatda zo'r voyennisi ekan. Yangi sort ekan. Monstera deyiladigan gul. Puli 500 ming so'm ekan. Shunday gullarimiz kelibdi mana. Gullarimiz yaxshi, like bosib, kommentariyaga aniqliklarni qoldiraverasizlar. Izohinglarni. Otangga rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi, tomosha qilib, maza qila olinglar. Biz yana ham yoritib boraveramiz. Mana Pahira degan gulimiz bor ekan, mana keramik idishda ekan. Nihoyatda zo'r gul ekan bu ham. 150 ming so'm ekan, 140 ming so'm bu ham, ashi 10 ming tushibdi. Ko'pchilik 7 go'zalni so'radi. Mana 7 go'zal degan gulimiz mana bu bo'ladi mana o'rtoqlar. Nihoyatda chiroyli ochilar ekan, 7 go'zal deylar ekan. Xo'p. Nomerlarimiz ashi 99lik 140 88 41. Kimga nima qanday gul kerak bo'lsa aytaverasizlar. Telefonlarimiz ishlayapti. Telegram hamma yo'g'imiz bor.